Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalomu alaykum muhtaram jamoat. Alloh taologa hamdu sanolar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlar, tahiyyotlar bo'lsin. Mana bugun bir oilani, bu hoji onamizni uylariga keldik. Sababi bu hoji onamizga shunday bir kasallik bilan shu qo'llari doim qaltirab, oyoqlari qaltirab turar ekan va bu kasallik yana ham rivojlanib boryapti. Shuning uchun doktorlarning tavsiyasi bilan mana shu dekabr oyi ichida tezroq operatsiya qilmaydigan bo'lsak, unda sekin astalik bilan shu tanaga tarqashligi, butun tanani shunaqa qaltirashligi xavfi borligi sababidan doktorlar shu operatsiyani tezlashtirishlikka shunaqangi bir aytishib qoldi. Shu sababdan biz hoji onani oldiga keldikki, mana shu biz videomizni ko'rib turgan butun Qirg'iziston ahli, nafaqat Qirg'iziston ahli, jamiki insonlar kim bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, mana shu videoni ko'proq tarqatishliklarini iltimos qilib qolamiz. Shu hoji onamizga pul to'plashlik maqsadida bu videoni olyapmiz. Taxminan shu 2,5 million atrofida shu operatsiyasiga ketib qolar ekan pul. Shuning uchun shu Aravon xalqi, musulmon xalqi va jamiki mana shu videoni ko'rib turgan birodarlarimizdan iltimos qilib so'rab qolamizki, qo'linglardan kelganicha, albattaki bu miqdorda demaymiz, kim qo'lidan qancha kelsa, Sberbank kartalar va M-bank kartalarni biz shu videomiz ostiga qo'yamiz inshaalloh. Chunki musulmonning haqqi 6 ta haqqidan bittasi va idza marida, qachonki kasal bo'ladigan bo'lsa, uni borib ko'rishlik, unga yordam berishlik bu musulmondagi haqqi bo'ladi. Inshaalloh mana shu hadislarga muvofiq va musulmonchilik haqqiga muvofiq shu videoda ko'rib turgan barcha birodarlarimizga aytamizki, qo'linglardan kelganicha shu hoji onamizga yordam qilsanglar, albatta savobdan xoli bo'lmaydi. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qirg'iz elimiz, biz Aravon rayoni Gulbar uchastkasida turamiz. Bir tug'anlar bu yerda enemiz, ko'rib turganingizlar, shunday bir stressli bir o'ruga chalinib, hozir yaqin arada shu ilanchisi bo'lsa dekabr oyida içinde devatat doktorlar Türkiye'ye barıp biz operatsiya bo'lishi kerak. Shunday qiyin ahvolga tushib qolgan. Hurmatli Qirg'iz elim, qarab turib istagan sizlarning umidimiz cho'ng. Alloh taolo yordam berib, apamiz yaqin arada Türkiye'ye barıp operatsiyalar bo'lib kelishini Xudoyimdan so'rab qolamiz. Hozir bu o'tirgan uyini de ilojisi yo'q, satamiz deb qolib, bizni qulog'imizga chalib qolib, biz bu yerga yordamga keldik. Endi biz ko'pchilikmiz. Biz qarab turayli, bu videolarni kengroq tarqatib, tug'anlarga ko'rsatib, ular bilan birgalikda bo'lib, barlig'imiz azmazlar bo'lsa-da, befarq bo'lmasdan shu videoni qarab qo'ysanglar. Biz video ostiga karta nomerlerini yozib qo'yamiz. Sizlar shu karta nomerlariga telefon chalsangizlar da bo'ladi. Al yerda M-banklarga ақшаларды salib, единицадағы salib qo'ysangizlar bo'laveradi. Baringizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.